marta turmush qurib, 3 marta ajrashganman. Nilufar Usmonova hayotidagi kemtiklar va Jamshid Bobojonov bilan munosabatlari haqida gapirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni ham unutmang. Xonanda Nilufar Usmonova Jamshid Bobojonov bilan do'stligi, farzandlar tarbiyasi hamda hayotda anglagan haqiqatlari haqida so'zlab berdi. Muxlislarimning san'atimga nisbatan simpatiyasi kuchli. Aktyor sifatida o'ynagan rollariga nisbatan Jamshidga sevgilari ham kuchli. Uni duo qiladigan hojonalar bor. Menga ko'pincha siz jamiga turmushga chiqib oling deb hatto hojonalar ham yozishadi. Ba'zan iltimos, ba'zan qarg'ish bilan ham qoridagidek gaplarni yozib qoldirishadi. Shunday yaxshi bolani menimcha begonalardan qizg'anishadi. Yana kimlardir bular do'st deydi. Aslida biz do'stmiz. Do'stligimiz jigarlikka o'tib ketgan desa ham bo'ladi. Xuddi ota-onasi boshqa bo'lgan opa-uka, aka-singildek deydi Nilufar Usmonova. Har bir davrda insonlar san'atga har xil qaragan, shuning uchun turlicha baho bergan. San'at shunchalik kuchliki, uni ba'zan la'nat deb ko'rishadi. San'at insonlarni birlashtiradi, ruhiga taskin beradi, yo'naltiradi, nazorat qiladi, insonlarni ortidan ergashtira oladi. Bu juda kuchli narsa degani. Eng kichkina san'atning ham muxlisi bor. Har davrda bunga turlicha qarashgan. Masalan, qadimda kimdir qizil sochli, ko'k ko'zli bo'lsa jodugar deb yoqib yuborishgan. Insonlarni nafaqat xursandchiligida, balki g'am-alamda yakka o'zi qolib, oynaga qarab ayta olmaydigan gaplarni san'atkor unga taskin qilib beradi. Kimningdir qalb og'rig'iga taskin berayotganimdan baxtliman. Agar shu narsa uchun la'natlangan bo'lsam, men bunga roziman. Lekin bir narsa bor, hammasi niyatga bog'liq deydi xonanda. Taniqlilik vaqtimni, erkinligimni olyapti. Shunga qarab Allohning yaxshi ko'rgan bandasi ekanman deyman. Ishimdan nolimasligim uchun Alloh menga qandaydir yetishmovchiliklar berib qo'ygan. Hayotda ba'zi bo'shliqlar bo'ladi va men bu bo'shliqlarimni san'atim, ishim bilan to'ldiraman. Hammaning hayotida qandaydir yetishmovchiliklar bo'larkan baribir. Ichki ruhiyatim tomonlama men uchun bo'sh vaqt deyarli bo'lmasligi aslida yaxshi. Chunki men hozir moliyaviy tomondan emas, ruhiy tomondan shunga muhtojman. Tabiatan ta'sirchan, his-tuyg'ularsiz yashay olmaydigan insonman. Shuning uchun ham san'at juda baland hayotimni rang-barang qilib turibdi. Har doim Allohdan minnatdorman. Rizqimni aynan san'atdan topayotganim uchun. Agar mana shunday intizomda yashamaganimda, kim biladi, balki boshqa kamchiliklar meni yomon holatga solib qo'yardi, deydi Nilufar Usmonova. Turmush o'rtog'im haqidagi savollarga javob beraman. Qachonki san'atkorlik qiyin kasb bo'lgan holda, jurnalistika ham o'ta nozik kasb. Birovning aybini olib chiqish, oshkor qilish, birovning nozik tomonini fitna orqali ochish bu eng katta gunoh. Agar dunyo qonunlariga ishonadigan bo'lsak, aytar dunyo bor narsa. Yaxshiligingiz ham, yomonligingiz ham bumerang bo'lib o'zingizga qaytadi. Biz hozir birovning aybi bilan tirikchilik qiladigan zamonda yashayapmiz. Lekin insonning qalbini asrashimiz kerak. Menga turmush o'rtog'im haqida ko'p savollar berishadi. Bu o'ta shaxsiy savol aslida. Agar kimdir o'zi uchun qiziqib so'rayotgan bo'lsa, kamera ortida suhbatda aytaman. Yana shuni aytmoqchimanki, insonning baxtli ekanligi uning ko'zlarida aks etadi, deydi u. 3 marta turmushga chiqqanman va 3 marta ajrashganman. Birinchi turmush o'rtog'im olamdan o'tgan. Taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan. Shu hayotni yashab o'tganimdan roziman. 5 farzandim bor, 3 o'g'lim, erkagim bor meni sevadigan. Said Azamxon, Ibrohimxon, Sulaymonxon bular mening qanotlarim, tog'larim. Yoshroq paytlarimda farzandlarimga mehrim bunchalik bo'lmagan. Yillar o'tgan sayin onalik muhabbati oshib borar ekan. Shu sababli bugungi yosh onalarni muhokama qilmayman, chunki vaqtida o'zim ham ularday bo'lganman. Hali bola paytimda ba'zi kamchiliklarim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik farzandlarim 3, 4, 5 nafar bo'lishganida Alloh menga bergan ne'matlarni jiddiyroq tushunib yetganman. Ertangi kundan umidim borligi uchun hozir hayotdan boshqacha rohatlanaman. Farzandlarim mendan keyin ham umidim bo'lib qolaverishadi. Dunyodan o'tsam ham ruhim, xotiram ular sabab tirik bo'ladi, deydi xonanda. Onam Yulduz Usmonova bo'lsa-da hamon yangilik izlashdan to'xtamaydi. Hammaning orzu-havasi, yetishmovchiliklar bo'ladi. Hayotda kimdadir pul, kimdadir yor, boshqa birovda farzand, yana kimdadir vaqt yetishmovchiligi. Menda ham
1-2 yetishmovchiliklar bor. Bu narsalarga yetishish uchun har tomonlama izlanishdaman. Psixologiyani o'qisak, boshqalarga emas, vijdonan yashashing kerak degan ma'no chiqadi. Lekin ba'zilar shuni ham pul uchun yo'nalishlarga bo'lib tashlashadi. Bunga hamoqlik kerak aslida, pul qilib sotish uchun. Insonlar hozir o'z xarakterini qayta sotishyapti. Kimdir o'tirib, sen shundaysan, kuchlisan kabi alambalo gaplar bilan shu gaplar uchun pul to'lab, ruhlanib chiqib ketasiz oldidan. Lekin olimlarning, sofiylarning kitoblari rostdan ham o'rganish kerak bo'lgan narsa. Hali onam o'qiydigan kitoblar darajasiga kelmadim. Masalan, onam G'azzoliyning kitoblarini o'qiydilar. Misol uchun, onam Yulduz Usmonova bo'lsalar, u kishining ham nabiralari, ishi, turmush o'rtog'i bo'lsa-da, ularga nimadir yetishmaydi, yana o'rganadi. Demak, hali hamma yetishmovchiliklar bor hayotida izlanyapti, to'xtamayapti. Men ham andozani olamdan olaman. Ularga o'xshab izlanaman. Odamlarga kitoblardan ko'ra hozir kim bilan urushgani qiziq. Masalan, bir qo'shiq chiqarib Instagramga qo'yay, odamlarga bu qiziq emas. Undan ko'ra mening hayotimda ko'proq qiziqishadi. Biz mana shunday jamiyatda yashayapmiz. 2-3 ta kontent kerak hozir. Hayotda u qadar baxtli bo'lmasa-da, o'zi ijtimoiy tarmoqlarda rang-barang hayotda yashayotgandek ko'rsatish uchun deydi xonanda.